yoqdan chiqayotgandim. Xo'sh, yigitlar. Doktor bey, yana o'rningizdan turibsiz, ammo Ruxsat berishdi. doktor bey, nima Doktor qilishingiz bey. kerak? Kasalsiz, ya'ni bemormisiz? Shu bilan birga ustozimiz ham. Yaxshiman, juda ham yaxshiman. Nima deyishga hayronman. Ammo bilasiz, doktor bey, Timur bey imzo qo'yish kerak. O'zim imzo qo'ydiraman, xavotir olmang. O'zimga kelgunimcha tez yordamda ishlab turaman. Yaxshi, ammo Qayerda doktor hali? bey, Xalatim qayerda? Tezroq ishga qaytsam deyman. hozir qolgan. Soyaxon xayrlashib kelgan. Sog'ayib keting, doktor bey. Dasturxoningizga o'zgachalarsa qo'shing. kirib qoldi. Bugun soat 19:00 da Otalar so'zi dasturida Men endi bo'lib qoling. Bosh kiyimimni xonasiga kiyib qo'yaylik. Albatta. Keyin esa ikkalamiz qahva ichamiz. Mayli, ichamiz. Hay, Kecha tunda dadam yoniga borganimdan xabar topgan. Menimcha shu haqida ha, gaplashmoqchi. ha, qo'yaver. Ishga qaytdi, kayfiyati yaxshi. Biroz jahli chiqsa nima qilib? Menimcha ham. Surayyo xonimni ketgani sharafiga durugdan sog'aygan. Reyhanbekka o'xshagan muloyim o'z holimizga qo'y. Sizga men ruxsat berishim kerak emasmi? Mayli. Ammo o'z-o'zimga ruxsat berdim. To'liq tuzalmagunimga qadar tez yordam.